Qilolmayapman. Eshtinglar. Men sizlarga hammanglarga aytayapman. Mobilizatsiyadan yordam dedim Boshqirdistonga, Tataristonga. Men Boshqirdistondanman. Tagim Andijondan. Men o'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga, hammasiga qozoqlar endi o'zlari keladi. Hammasiga aytayapman. Yevropaga kelinglar. Mana cho'chqa zavodlarda, qanaqadir cho'chqa fermalarda ishlayapti ekan. Tepasida do'ppi. Keyin menga aytasizlar, nimaga so'kinyapsan? Hozir biz 6 kun vaqtimiz qoldi Rossiya territoriyasida. Biz zakam durishimizga shu paytgacha iltimos sizlar bir yordam beringizlar. Amaliy ko'mak ko'taringizlar. Moskva posolstva va konsullarga telefon qilyapmiz. Konsullar birontamizning telefonimiz olmayapti. Iltimos. Biz 42 kishi kelganmiz. O'zbekistonning har bir viloyatdan, har bir vohadan, vodiydan, Toshkentdan odamlar bor. Iltimos sizlardan faqat